Qaysidir hamkor bo'layotgan insonni oldiga boradi-da, "Sendan mana bunaqa narsa kerak menga" deydi. Keyin hamkorlik qilamiz. Batafsil, "Xo'p, 1 2 3 4 5 6 10 nima bera olasan menga?" degan savolga javob yo'q. Sizdan nimadir olinadi, sizga nimadir beriladi va shunaqa qilib kollaboratsiya qilinadi. Men mana korxonaga ishga kirmoqchiman. Bu korxonada nima og'riqlar bor? HR bilan gaplashayotganda faqat HR taklif qiladi deb o'ylashadi. Hamkorlik bo'ladimi yoki ishga kirishga bo'ladimi? Bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, hamma o'zini foydasini o'ylab boradi, lekin buni aksini qilish kerak edi. Tushunasizlar? Ya'ni ma'lum bir korxonaga boradi-da, "Meni ishga olinglar" deydi. Nimaga desa, "Chunki sizlarda mana bunaqa narsa bor ekan, sizlardan bunaqa narsa o'rganmoqchiman" deydi, misol uchun. Yoki hamkorlik borasida qaysidir hamkor bo'layotgan insonni oldiga boradi-da, "Sendan mana bunaqa narsa kerak menga" deydi. Keyin hamkorlik qilamiz. Lekin bular proval yo'llar, ya'ni nima deb bo'ladi? Muvaffaqiyatsiz yo'llar deylik, bunaqa ishlamaydi. Chunki siz borayotgan korxona, siz borayotgan partnyordagi odam prekrasno biladi, что undan sizga foyda tegishini. Qanaqa foyda tegishini. Unga qiziq, siz nima bera olasiz? Tushunyapsizmi? O'shaning uchun qaysidir korxonaga borayotganda ham yoki hamkorlikda yoki va hokazo kimdir bilan ishlayotgan taqdirda ham savolni boshqacha qo'yib, boshqacha tayyorlanib borish kerak. Bu nima degani? Undan menga nima foyda emas? Chunki aniq, yasni siz boryapsiz, demak foyda tegadi sizga. Men unga nima bera olaman? Tushunyapsiz? Bu ustoz qidirayotganingizda ham, yangi ish qidirayotganingizda ham, misol uchun yoki bo'lmasa biznes partnyor qidirayotganingizda ham hammasida rol o'ynaydi. Men nima bera olaman? Va ko'pgina insonlar aynan shu anaqani qiladi. Misol mana bizga ham kelganda, menga kelgan. Keling hamkorlik qilamiz. Xo'p, nima bera olasan menga desam, yo'q de, chunki u boshqa narsani o'ylab kelgan. Siz mana bunaqa naqsiz, men sizga siz menga mana bunaqa qilib bera olasiz deb kelyapti. Lekin batafsil, "Xo'p, 1 2 3 4 5 6 10 nima bera olasan menga" degan savolga javob yo'q. Va unaqa bilan aytaylik, ishlash juda qiyin, ish boshlanmaydi unaqa holatda. Xo'p, demak, savolni boshqachasiga qo'yamiz. Undan nima foyda emas, balki mendan nima foyda? Buning uchun nima? Siz kimsiz? Qanaqa resurslaringiz bor? Nima foydangiz tegadi? Mana shunaqa savollarga javob bergan bo'lishingiz kerak. Men buni bilasizmi, qachon bir necha yil avval, ya'ni bu sohani boshlaganimda bu savolga kelganman va shu paytgacha bu narsa meni ishlab keladi va ishonchim komil bundan keyin ham ishlaydi. Bu nima? Har bir insonni resurslari bor-da, ya'ni finansiy taraflama, fizik taraflama, tanish bilish, misol uchun navik, ya'ni iqtidorlar bo'lishi mumkin, professional taraflama bo'lishi mumkin va hokazo. Sizda resurslar bor. Endi bu o'z umumiy hayotimizni, bizneslarni oladigan bo'lsak, bu yerda nima? Sizdan nimadir olinadi, sizga nimadir beriladi va shunaqa qilib kollaboratsiya qilinadi, to'g'rimi? Endi siz bozordagi talabgor mutaxassis bo'lishingiz uchun yoki bo'lmasa siz bilan yaqinlashish xohlashligi uchun sizdan ko'proq narsa olish, sizda aynan ularga kerakli bo'lgan aytaylik iqtidorlar bo'lishi kerak. Sizda aynan ularga kerakli bo'lgan narsalar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Buni siz o'zingiz uchun yozib olishingiz kerak, tabiiyki. Endi misol tariqasida bundan oldin aytib o'tib ketaman. O'zimni misolini aytadigan bo'lsak, misol bu yerda hozir prosta yana qaytaraman, misol tariqasida yozib qo'yganman. Meni resurslarimni oladigan bo'lsak, shu paytgacha men qila oladigan, men avtomatizatsiya bilan shug'ullana olaman, men bizneslarni tushunaman, men critical thinking, ya'ni biror bir analitika qila olaman, misol uchun, men переговор qila olaman, sota olaman, operator bo'la olaman, misol. Kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Mana bu ham как бы anaqa. Meni resurslarimdan bittasi. Va qaysidir holatda kitob o'qishni yaxshi ko'rishim, kimdir bilan almashishim mumkin bo'lgan resurs. Avtomatizatsiya qila olishim, qaysidir biznesga borib, men uslugamni taklif qila olishim mumkin. Ya'ni, "Давайте men sizlarga mana shunaqa taraflama yordam" yoki переговор qila olishim, kimdir o'rniga men borib переговор qilib. Ya'ni, agar siz ketma-ketlikda 5 10 20 qilib o'zingizni resurslaringizni yozib chiqadigan bo'lsangiz, men falonchiman, men 1 2 3 4 5 6 7 8 9 narsa qila olaman. Endi men mana korxonaga ishga kirmoqchiman. Bu korxonada nima og'riqlar bor? 1 2 3 4 og'riqlar bor. Endi uni bir-biriga связать qilasiz. Tushunasizmi? Men sotuvchilik qila olaman, bularda sotuvchi problema ekan. Davay men shunaqa taklif qilaman. Men mana bu aytaylik komanda bilan ishlay olaman. Bu yerda как раз komanda dabdalasi chiqyapti, misol. Tushunasizmi? Bir-biriga o'ylaysizda, keyin taklif bilan chiqasiz. Aynan ular sizda yaqqol mutaxassis, yaqqol aytaylik tajribali insonni ko'radi. Chunki siz nima deb bo'ladi? Men shunaqa qila olaman, nima foydam tegishini o'zingiz o'ylab olinglar emas, balki menda shunaqa imkoniyatlar bor. Davaychi kelinglar, kollaboratsiya qilamiz. Eng nima deb bo'ladi? Hayotda ham, umuman biznesda ham aytaylik, biror bir narsa muvaffaqiyatga erishish uchunmi yoki kelishuvga erishish uchun
Mana shu narsa juda katta rol o'ynaydi. Ikkinchisi bu hozir mana birinchisini yozib oldingiz, nimalaringiz borligini. Ikkinchisi qaysi iqtidorlarga, qaysi professional tomonlama erishishingiz mumkin bo'lgan narsalar bor-ku, misol uchun hozir 5-6 ta narsa ega bo'lgan bo'lsangiz, siz ertaga ekspert sotuvchi bo'lmoqchisiz yoki biznes egasi bo'lmoqchisiz, analitik bo'lmoqchisiz, falonchi sport turida yaxshi va hokazo. Ya'ni kelajakda nima ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bularni ham yozib chiqishingiz kerak va birma-bir o'zingizning resurslaringizga qo'shishingiz kerak. Mening nazarimda kimda ko'p resurs bo'lsa, o'sha как бы yutish ehtimoli yuqori-da. Chunki taklif qilish, ya'ni bozorga, dunyoga taklif qilish anaqasi, taklif qiladigan imkoniyatlar ko'p. Tushunasiz, xohlasang ol, xohlasang buni. Bu degani unaqa odam bozorda yo'q bo'lib qolmaydi-da, tushunasizmi? Liba u imkoniyatlar, liba bu imkoniyatdan foydalanadi. Va yana bitta narsa, aynan bu degani hamma resurslar qilib tashab, hammasini rivojlantirish kerak degani emas. Ma'lum bir eng keraklilar deb olganlaringizni rivojlantirib qo'yish kerak-da, lekin eng asosiylariga urg'uni berish kerak. Tushunasiz, misol 10 ta narsa qildingiz, lekin ikkitasiga prям katta fokus berib, o'shanda professional bo'lasiz, qolganlari bilan to'ldiruvchi bo'ladi. Chunki oddiy sotuvni oladigan bo'lsak ham, biz mana oddiy o'ylashadi-da, sotuv bu faqatgina tam gaplashib o'tirish, mahsulotni yaxshi takliflash, spin product va hokazo balovatda. Yo'q, sotuv bu insonni tushunish, bu psixologiya tushunish, bu biznesni tushunish, bu olayotgan produktni tushunish, bu bozorni tushunish, analitik hisob-kitobni tushunish, tushunasizmi? Shuncha narsa bor. Lekin узкий fikrlaydigan bo'lsangiz, nima? Faqatgina telefonda chiroyli gaplashib bo'lib qoladi, xolos. Buning uchun ham masalan hozir o'zini umumiy qilib aytganda o'zini sotish kerak, shunda mutaxassis bitta qilib aytganda buning uchun ham alohida bir qobiliyat kerak. Masalan, mana bunaqa suhbatlar bo'lgan, keyslar bo'lgan, HR bilan suhbatda shunaqa savollar bo'lgan. Nimaga men seni ishga olishim kerak degan savol. O'shanda ko'pchilik o'chib qoladi o'sha payt. Nega meni ishga olish kerak deganda. Mana imенно. Tasavvur qiling, agar mana shu narsa sizda bo'lganda, qog'ozga yozib bordingiz yoki mana telefonda mana duosida mana nimaga meni ishga olishing kerak. Men komandada ishlashni bilaman, men senga kerakli xodimman, men mana narsa qilganman shu paytgacha, mani keyslarim, xohlasang bitta test qilib ko'ramiz. Tushunasizmi? Endi men shuncha narsani bilganim, seni talablaringga javob berganim uchun men sen aytayotgan summadan 2 million ko'p oylik xohlayman. Misol tariqa. Chunki faqat yana bitta keys bo'lyapti-da. HR bilan gaplashayotganda faqat HR taklif qiladi deb o'ylashadi. Tushunasizmi? Agar siz o'zingiz uverenniy bo'lib borsangiz, siz ham taklif qila olasiz. Davay, men xohlayman, men buncha summa oylik berishni. Misol tariqasi, tushunasizmi? Nimaga talab qila olmaydi? Chunki o'zi nimaga borayotganini bilmaydi. Qaysi kasb, qaysi vakansiyaga borayotganligi, ya'ni qaysi ish bo'lsa o'shanga kirib ketiraman deb borish bu eng katta xato. Tushunasizmi? Menda imkoniyatlar bor, senlarga menga kerak, seni oylik, misol uchun, mana nimaga kimda informatsiya ko'p bo'lsa o'sha yutadi. HR bilan suhbatdan bu bitta переговорda. Siz qanchalik u korxonani o'rganib chiqqan, uni ichidagi korxona, ichidagi xodimlar bilan даже gaplashgan bo'lsangiz, reально sizni yutish ehtimolingiz katta bo'ladi. Chunki aytasiz, mana narsalarni qila olaman, menimcha pul xohlamayman, chunki seni meni xodiming menimcha summa olayotgan ekan. При этом meni xodimingni men taklif qilayotgan narsam yo'q. Bu ani gaplashgancha emas, bir-biriga ulab olish kerak. Tushunasizmi hamma narsa? Keyin shuni oldiga zo'r keys bo'ldi. Masalan, o'sha HR shu savol bergandan keyin, men seni nimaga ishga olishing degandek, xuddi uzatgandek taxlab qo'ygandan keyin, anu xodim o'sha HR ga savol berishni boshlayapti. Nimaga men senga ishlashim kerak endi? Bu xuddi shunaqa. Bunaqa keyslar kam, lekin nimaga yo'q? Chunki siz hech nimani yo'qotmayapsiz. U yerda nafaqat korxona sizni tanlaydi, siz ham korxonani tanlaysiz. Men boyaga aytganimdek, kredit aziyat temasi bor-ku, 9 dan 6 gacha, u 9 dan 6 gacha emas edi. Tushunasiz? Nimaga men u yerda ishlashim kerak? Na professional rost bo'ladi, misol uchun, na oylik taraflama eng katta oylikni taklif qilayotgani, va hokazo, ya professional komanda emas, misol tariqasida. Qisqasi shu tema, shunga chuqurroq kirish kerak.